Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizni kuzatib kelayotgan obunachi do'stlarimiz va negativchilar. Mana bugun erta tongdan yigitlarimiz mana g'ish quyishni boshlashyapti. Shuni sizlarga bir qisqacha video qilib o'taylik dedik. Hozir oldilariga boramiz. Sizlarga bir boshdan tushuntiradigan bo'lsam, bu mana bizning o'zimizning uyimiz. O'zimizni g'ish quyib sotadigan o'sha maydonimiz, joyimiz. Mana hozir ukalarimiz bir tomonda loy tayyorlashyapti. Mana bu joy aslida mana bu beda ekilgan joyga o'xshab, mana chuqur joy. Chuqurligi 1 metr, mana yo'ldan chuqurligi 1 metr. Mana shu joyga, mana bu joydan boshlab bu tomondagi hamma mana shu ko'rib turilgan tekislik, ya'ni tuproq sotib olib kelinadi qishni kunida. Bu yerga to'plab, g'amlab qo'yiladi. Keyin xuddi mana bunaqangi tartibga olinib sug'oriladi. Mana hozir bular 2 kunlik loylari bor, mana g'ish chiqaradigan joylari bor. 2 kundan keyinga bu tayyor bo'ladi. Mana shunday qilib ko'llatib sug'orib qo'yishadi. Tayyor bo'lgan holati mana bunaqangi holatga kelib tayyor bo'ladi. Bu hozir ko'rinishi tayyor, faqat ozgina loy bu hozir. 2 kunlik vaqti bor. Xo'sh, 2025-yilgi birinchi g'ishtlarni ham chiqarib qo'yishgan. Mana bu joyda. Buni ham yaqinroqdan ko'rsatamiz. Xullas mana shu, mana maydon. Bizni kuzatib kelayotgan do'stlarimiz ko'pchilik bilishadi. Mana shu maydon. Bugun 2025-yil 9-aprel sanasi. Hozir yigitlarimiz apparatni stanok oldiga tuproq tayyorlab g'ish quyishni boshlashmoqda. Hozir sizlarga shuni ishga ketmasimizdan oldin yigitlarimizni bitta video qilib ko'rsatamiz. Soat necha yigitlar? Hormanglar. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Qalay Ozodbek? Mana bizani o'zimizning o'sha kichkina apparatchamiz. Bir xil negativchilarimiz bu apparat musor, bu apparat bo'lmaydi deb yozadi, lekin biz bu yil 14-yil sezonimizni boshladik. Biz uchun 14-yil mana sezonimiz, 14-sezon. Shu apparatda. Endi bu imini shu emas. Apparatimizni turbalari, reduktorlari o'zgarib ketdi. Charchab qolgani uchun almashtirdik. Hozir mana loy mana shu tartibda tayyorlanadi. Bu sonini ko'proq chiqarish uchun, tez chiqarish uchun mana shunaqangi shaklda tuproqni iloji boricha kamida 1 zil, ya'ni bir standart g'ishtdan 6,5, 12, 25 razmerdagi g'ishtdan hech bo'lmaganda 2000 dona chiqadigan qilib to'plab olish kerak. Mana bu to'playotgan paytda hozir mana o'rtadagi akamiz sal loy otyapti mana. Shu uchun loyi titilmayapti mana. Mana shu akamiz sal loyroq otyapti. Shu to'playdigan paytda mana bu yigitimiz quruqroq otyapti. Shu loy joyiga quruqroq joyiga suv mana sepib bitta normaga keltiriladi tuproq. Mana bu joy hozir ozgina loyroq mana. Tuproqning normasi mana bu shaklda bo'lishi kerak. Mana ezganda yana ezilish kerak va qo'lda suv, loy yopishib qolmasligi kerak. Mana shu shaklda bo'lishi kerak. Kimdir bu apparatlarga tushunmayotgan bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilsa, yordam beramiz. Kerak bo'lsa borib ishlatib beramiz. Yo o'zlari xohlashsa, kelsalar bemalol mana o'rganib 1 kun, 2 kun sharoit qilib beramiz. O'rganib ketsalar bo'ladi. 6,5 ga 12, 25 razmerdagi g'ishimizdan bir kunda mana shu yigitlarimiz, mana hozir ikkita yigitimiz, bu tomonda ikkita va
Orqamda mana bu laqabi ekskavator bu akamizda. Ekskavatorga o'xshagan tuproqqa ulaydi bu. 5 ta yigit ishlashyapti bugunga. Shu 5 ta yigit bemalol 10 ming dona g'isht chiqaradi. Agarda kim ishonmasa, bemalol bizga telefon qilishsin. Manzilimizni tushuntiramiz, kelishsin, oldilarida o'tirib 1 kun 2 kun mehmon qilamiz. O'zlari ko'zlari bilan ko'rib ketishsin. Standart razmerda faqat. Bizda paltara razmeri yo'q. Bizda paltara razmeri chiqarilmaydi. Bugungi sanamizda aytib o'tdik. 2025-yil 9-aprel sanasi. Kimni shunaqa stanoklar qiziqtirsa, albatta ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Hozir bu yigitlar yana yarim soatcha tuproq to'plashadi. Men video cho'zilib ketmasligi uchun videoni shu yerdan to'xtatib qo'yaman. Bolalar ishni boshlashgandan keyin yana videoni davom ettiramiz. Mana bu plashatka. Mana shu plashatkaga hozir g'isht chiqarishni boshlashadi. Mana quyosh ham sekin ko'rinyapti. Mana hozir tuproq to'plab bir xillar mana kesish uchun joy hozirlayapti o'ziga. To'ki ulanyapti stanokda. Mana hurmatli kuzatuvchilar, yigitlar uchun men bir aylanib kelguncha ishni boshlashibdi. Mana. Mana g'ishtlarimiz. Eldor nechta ketyapti bir qatoriga? 70 dona. 70 dona. Mana shu bir qatoriga 70 dona. Yigitlar shu qatorni sanashadi. 5 donadan, ya'ni 14 qolibda. Endi biz qolib desak mana 14 qolibcha. 5 donadan 1 2 3 4 5 6 420 dona g'isht qo'yishibdi. O'sha mana yana ikkita qator kelyapti. 140 ta qo'shiladi bunga. 560 ta bo'ladi shunda. Ertalabdan boshlashdi. Bular hozir 8 da zavtrik qilishadi. Shu zavtrikgacha 1000 donadan oshiq g'isht qo'yishadi. Mana stanokni ko'rsatamiz. Bizda stanokka kraska ham shart emas. Mushtiklarimiz ham eski. Lekin g'ishti chiqishi juda chiroyli. Loyimizda ozgina suyuqligi bor. Ikrom aka, quruqroq qo'shing. Mana akamiz quruqrog'idan qo'shyapti, mana changitib. Sochib har joyiga tashlang. Xo'sh, bular hozir 5 kishi ishlashyapti. Bir yigitimiz endi keladi. Tasha. Hozir olib beraman. Ana g'isht chiqishi. Hozir keladigan yigitimiz ham mana bu ekskavator akamizga yordamga tushadi. Mana bu tomonga qancha bu tomondan mana qancha ko'p tuproq to'plansa, shuncha g'isht soni ko'proq chiqadi, tezroq chiqadi. Chunki mana apparatga tuproq solayotgan yigitning oldida tuproq umuman kamaymasligi kerak. Shuning uchun ish bir maromda boradi. Keyin buni obunachi do'stlarimiz apparatni bir yongandan kamida 2 soat ishlatish kerak. Shunda ishni unumdorligi oshadi. Kamida 2 soat ishlatish kerak. U 15 daqiqa ishlatib, stanokni o'chirib, yana 15 daqiqa ishlatib o'chirib unaqa bo'lmaydi. Mana shu yigitimiz mana. Xo'sh, xullas mana bu yerda bitta odam, yana sheriga keladi, 2 ta odam tuproq to'playdi, 3-odam tuproq solib turadi, 4-odam kesyapti, 2 ta odam mana plashatkada. Mana bu yigitimiz mana
6 metr masofaga olib borib poddonchasini o'zini o'sha moslamasiga, podstavkasiga qo'yadi. 5-yigitimiz bu, 6-yigitimiz mana g'ishni taxlaydi. Boya ko'rsatganimizdek ish bir maromda boradi. Xullas bizda ish tartibi shunaqa. Mana shunday bir xil tartibga solinsa ish to'xtamasdan bir xil ish boradi. Mana burchaklari mushtik yangi bo'lganda burchaklar yaxshi chiqarmaydi, lekin mana oddiy mushtik, mana hamma joyi svarka bo'lgan, svalkalari ochilib ketadi. Svalkalar ochilib chiroyli chiqarishni boshlaydi mana burchaklari. Bizdan stanok olganlar hech ikkilanmasdan, qo'rqmasdan bosaverish kerak. Loy o'zi yeb mushtikni ochib chiroyli qilib oladi mana. 5 donadan ketadi. Endi shu kesadigan joyiga sal e'tiborli bo'lish kerak. Chiroyli tekis kesish kerak. Va mana bu tomonga qo'yib kelish uchun tekisroq, akkuratroq joyga qo'yish kerak iloji boricha. Steshga bo'lish shart emas, oddiy tuproq bo'lsa ham bo'ladi. Faqat tekisroq bo'lish kerak. Shunda g'ishti sifati yana ham chiroyli chiqadi. G'isht mana bu yerda hozir mana chiroyli chiqyapti. Kimni shunaqa stanoklar qiziqtirsa, zakaz asosida yasab beramiz. Albatta ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar.